Energiya resurslarini asrab-avaylash madaniyati kelajak avlod oldidagi mas'uliyatdir. Energiya resurslaridan oqilona foydalanish masalalari energiya samaradorligi pastligicha qolayotgan va energiya iste'moli madaniyatini oshirishga ehtiyoj mavjud hozirgi sharoitda yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Energiya resurslarini asrab-avaylash bu shunchaki chiroqni o'chirish emas, balki kelajak avlod oldidagi mas'uliyatli va zamonaviy turmush tarzidir. Isrofgarchilik shundoq ham energiya resurslari kamayib borayotgan bir sharoitda barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Assalomu alaykum, bu o'zimizda tok-shousi. Ekspertlarimizga yuzlanamiz. O'zi o'sha yoshligimizdan tejamkor bo'lish kerakligi haqida ko'p eshitganmiz-ku, lekin nimagadir so'nggi paytlarda aynan o'sha elektr energiyasini tejash kerakligi haqida, endi kamroq foydalanish emas, lekin o'sha imkon darajasida uni o'sha asrab-avaylash, ehtiyotkorlik bilan bu masalaga yondashish juda ham o'sha dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Nima uchun? Bizda zaxira tugayaptimi? Assalomu alaykum. Avvalambor to'g'ri faktlarni hozir yuqorida qayd etib o'tdingiz. Nima sababdan tejashimiz kerak? Hozir yashil energiya bor-ku, quyosh panellari orqali muqobil energiyalar bor-ku, buni tabiatga zarari yo'q. Nima uchun tejashimiz kerak degan birinchi savol tug'ilishi mumkin mutaxassislarda. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. O'zbekistonda elektr energiyasini hozirgi kunda 100% ishlab chiqargan generatsiyani oladigan bo'lsak, 60-70% baribir an'anaviy tarzda, ya'ni issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Issiqlik elektr stansiyalarida elektr energiyani ishlab chiqarish faqat o'sha tabiiy resurslarni ishlatgan holda, ya'ni o'sha gaz yoqish orqali, neft mahsulotlari, boshqa yoqilg'i turlarini yoqish orqali ishlab chiqariladi va bu ishlab chiqarishda har bir kilovatt-soat elektr energiyani ishlab chiqarishda tabiatga, ya'ni ekologiyaga ma'lum bir miqdorda zararli tashlanmalar tashlanadi. Bu esa birinchidan hozir ko'rib turibmiz, kuchli anomal issiqlar bo'lib ketyapti, anomal sovuqlar bo'lyapti. Hammasi shu tabiat hodisalari bizni o'sha tabiatga bo'lgan munosabatimiz o'zgarmayotganligidan, boshqasidan ta'sir qiladi desak, ikkinchi tarafdan har bir iste'molchiga o'sha energiya resurslarini tejab ishlatishi, kerakli paytda ishlatish kerak. Bu ishlatish uchun ishlab chiqariladigan tovar hisoblanadi. Lekin keraksiz holatlarda, ishlatmayotgan holatlarimizda yoki tejamkorlik bilan, samaradorlik yo'llari bilan ishlatadigan holatlarimizda shu yo'l bilan ishlatishga odatlanishimiz kerak. Bu nima degani? Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, jismoniy shaxs haqida o'zimiz oiladan boshlaydigan bo'lsak, kirmaydigan xonalarimizda svetni o'chirib qo'yishimiz mumkin yoki kirmaydigan xonalarimizda o'sha isitish moslamalarini o'chirib qo'yishimiz mumkin yoki bilamiz, avvallari bitta uyda bitta televizor ishlatardik. Hammamiz kirib, zalda bitta televizorni kim nima ko'rishini xohlashidan qat'iy nazar hamma bitta televizorni ko'rib o'tirardik. Hozirda o'zimiz uchun alohida televizorlarimiz bor, yotoqxonalarimizda farzandlarimiz uchun alohida televizorlar bor yoki bilamiz, aholi soni ham oshib boryapti. Hozir 38,5 milliondan oshdik. Xudoga shukr deyishimiz kerak. Bundan tashqari iqtisodiyotimiz oshyapti. O'zbekistonda elektr energiyasini iste'molchilari agar aholi 25-30% ni ishlatadi desak, ishlab chiqarilgan elektr energiyasini katta qismi baribir iqtisodiyotimizni o'sha rivojlanayotgan hozir ishlab chiqarishimiz yoki xizmat ko'rsatish tarmoqlarimiz bor, kafe, restoranlar yoki boshqa maishiy ko'ngilochar joylarimiz shular tomonidan ishlatiladi va tejamkorlik deganda nafaqat aholi o'sha uyda o'zi uchun tejab ishlatish, balki o'sha ishlab chiqarish obyektlarida yoki xizmat ko'rsatish obyektlarida ham tejamkorlikka o'tishimiz kerak. Tushunarli bir savol bor edi. Shu o'rinda shu yurtdoshlarimiz tejamkorlik masalasida aniq bir yo'nalishga ega bo'lishlari uchun tahlillar bormi? Kundalik shu faoliyati davomida qaysi jihozlar, qaysi maishiy texnika ko'proq elektrni xarajat qiladi? Albatta, hozir misol qilib aytib ketaman. Hozir mana kunlar isidi va biz isitish tizimlarini o'chirdik. Qishda isitish tizimlari ko'proq. Hozir bilamiz, hammamiz Ariston ishlatamiz, boshqa shu isitish tizimlari ko'p oladi. Yozda esa hammamiz o'sha konditsionerlarga o'tamiz, boshqa sovutish tizimlariga. Ular ham kerak.
ularsiz hozir hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Lekin agar mana 4 xonali uyda turadigan bo'lsak, bir xil bitta konditsioner o'rnatgan 4 xonali uyga ayrimlar qulaylik uchun, sharoitni xohlagani uchun 4 ta konditsionerdan ham foydalanish mumkin. Bu ularni cheklash emas, albatta cheklash emas, ishlataveradi, lekin bitta xonadan ikkinchi xonaga chiqqanda u konditsionerni o'chirib bunisini yoqqanda tejashi mumkin. Bitta konditsioner bir kunda o'rtacha 8-20 kilovat elektr energiyasini ishlatadi. Bu agar hozirgi tariflarimizda 1 kilovat soat uchun elektr energiya uchun 600 so'm to'laydigan bo'lsak, 6 kere 8 48 bo'lsa 4800 so'm bir kunga yozadi. Agar uyda bitta konditsioner bo'ladigan bo'lsa. Endi hammamiz hozirgi zamonda telefonlarsiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz va nazarimda hech bir inson shu kechqurun telefonini zaryadkaga qo'yib, ertalab uni o'sha zaryadkani rozetkadan chiqarib ketmaydi. Bu aslida to'g'rimi? Elektr energiyasi sarflanadimi agar olib qo'ysak rozetkadan? Albatta noto'g'ri, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. O'sha elektr jihozlarini kutish rejimida tarmoqqa ulangan holda qoldirish ma'lum bir miqdorda elektr energiyasini sarfiga olib keladi. Buni oddiy tushuntiradigan bo'lsak, masalan, televizoringiz tiqilgan kutish rejimida turibdi, pultni yoqsangiz yonadi, o'chirsangiz shunday qoladi. Lekin o'sha simdan televizorda ichki tizimiga kirgan elektr energiyasi ma'lum bir qarshilikka uchraydi va kichik miqdorda elektr energiyasini sarfini yozib boradi. Xuddi shunday tarmoqdan uzilmagan kir yuvish mashinasi, boshqa jihozlarda ham shunday. Yuqorida endi bu narsaga albatta o'rganib borishimiz kerak. Eng xavfli jihati nosoz jihozlarni, nosoz texnikani tarmoqda qoldirish yong'in xavfsizligi bo'yicha juda ham xavfli holat. Chunki juda zamon tezlashib ketdi, hamma band. Ilgari masalan Sovet ittifoqi davrida bitta 2 xonali uyda 32 ta iste'mol nuqtasi bo'lgan. Bu standart bo'lgan. O'sha chiroqlardan tortib butun rozetka включатель deymiz ulargacha. Endi hozirgi kunda 2 xonali uyda 112 ta iste'mol nuqtasi standart holatga keldi. Farqini tushunavering. Chiroqlar soni, rozetkalar soni, hozir yuqorida aytib o'tilgandek, har bitta xonada televizor, nima deydi, elektrotexnikadan ishlatish sonimiz va ko'lamimiz kengayib ketdi. Hatto pardalarni ham elektron yig'adigan xonadonlar bor. Shu nuqtai nazardan tarmoqda qoldirmaslik birinchi masala energiya tejamkorlik, ikkinchisi yong'in xavfsizlik. Xavfsizlik nuqtai nazaridan juda muhim. Tushunarli. Tejamkorlik masalasi faqatgina elektr bilan bog'liq emas. Bizda chunki resurslari ko'p, tabiiy gaz, suv. Shu o'rinda tabiiy gaz masalasida tejamkorlik qanchalik muhim? Bu ham xuddi elektr kabi kelajak uchun uni asrash shunchalik dolzarblikka ega bo'lgan masalami? Tabiiy gaz ham eng kerakli, ayniqsa isitish mavsumida juda katta bizani hojatimizni chiqaradigan bizga foydali bo'lgan resurs hisoblanadi. Abadiy emas, uni ham chegaralangan. Shuning uchun mana iste'mol madaniyati deganda tabiiy gazdan foydalanishda iste'mol madaniyati yo'q desak noto'g'ri bo'ladi. Yillarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, raqamlar o'zi ko'rsatadi. Mana 4.400.000 hozir tabiiy gaz iste'molchimiz bor. 2 yil oldinga qaytadigan bo'lsak, o'sha 500 kubometrdan ko'p oladigan iste'molchilar soni isitish mavsumi davrida 2 milliondan ortiq edi. O'tgan yilgi mavsumni oladigan bo'lsak 1,5 million bo'ldi. Bu yilgi mavsumni oladigan bo'lsak 922 ming iste'molchi o'sha 500 kubadan ortiqcha gaz oldi. Qolganlar hammasi o'sha 500 kubometrgacha gaz oldi bir oy davomida. Bundan ko'rsak bo'ladi, demak bizning iste'molchilarimiz orasida iste'mol madaniyati bor, lekin hammada emas. Bir vaqtlar oktyabr oyi keladi, sovuq tushishi bilan isitish qozonlarini yoqib qo'yilardi-da, shu bilan martgacha qaralmas edi. Yoqib yotardi, eshik derazalarni ochib bo'lsa ham uyni haroratini sozlab olishardi. Lekin hozir unaqa emas. Hozir hamma e'tiborli, hamma o'sha kunlik olayotgan gazini o'sha mobil ilovalar orqali kuzatib borishyapti. Nimaga men ko'p olyapman deb kamaytirishyapti, lekin hamma emas. Mana hozirgi kunda tabiiy gazdan debitor qarzdorlik paydo bo'lgan. U debitor qarzdorlik bilan ishlagan davrimizda ko'ramizki, asosan tejamkorlikka
harakatini qilmagan xonadonlarda debitor qarzdorlik yuzaga kelib qolgan, to'lovlarga qiynalib borishyapti. Oldimizda 5 oy yoz oylari bor. Fursatdan foydalanib aytmoqchi edim. Aynan shu iste'molchilarimizga o'sha xonadonida tejamkorlikni yo'lga qo'yishmagan bo'lsa, 5 oy davomida shu narsalarni yo'lga qo'yishsa, hudud gaz ta'minotini 208 ta tuman shahar gazlarida Telegram gruppalar ochilgan. Gruppalarda tejamkorlik qanaqa yo'l bilan amalga oshirilishi joylab boriladi. Shu maslahat olishib, shu ishlarni amalga oshirishsa, albatta o'sha qolgan tejamkorlikni yo'lga qo'ymagan xonadonlar ham o'sha tejamkorlikka erishishadi. Bu bilan albatta o'zligini oilaviy byudjetiga foyda keltirishadi, to'lovlarga qiynalishmaydi va eng keragi kelajak avlodga qoladigan o'sha yetib boradigan gaz mahsulotini ham yetib borishiga hissa qo'shgan bo'lishardi. Tabiiy resurslarni, xususan o'sha elektr energiyasini sarflash borasida so'nggi yillarda o'sha quyosh panellari ham ancha ommalashmoqda. Shu haqida gaplashsak, aynan o'sha xonadon, oilalar uchun samaradorligi nimada ularni? O'rinli savol bo'ldi. Haqiqatan ham keyingi yillarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana aytib o'tildiki, iste'mol tobora oshib boryapti. Mana o'tgan yili 87 milliard kilovatt soat agar ishlab chiqarib aholiga, ijtimoiy soha obyektlariga yetkazib berilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2030-yilga borib 130 milliardga yetishi bu prognoz qilyapti, kutilgan, mutaxassislar hisob-kitob qilishgan. Endi albatta bu oshib borayotgan iste'molni qoplash kerak. Boya aytib o'tganimizdek, gaz resurslari ham cheklangan. Uni kelajak avlodga yetkazib berishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan mamlakatimizda 2019-yildan boshlab juda katta islohotlar amalga oshirildiki, bu o'sha muqobil energiya manbalarini, ya'ni quyosh deymiz, shamol deymiz yoki o'sha suv orqali elektr energiya ishlab chiqarish bugun juda katta bir natijaga aylanib boryapti va buni biz amalda ham ko'ryapmiz. Xususan raqamlarga to'xtalib o'taman. Keyingi yilda jami mana shu issiqlik o'sha va muqobil energiya manbalarini yangi quvvatlarni ishga tushirish uchun jami 30 milliard dollardan ortiq investitsiya loyihalari joriy etildi. Va shu bilan bir qatorda aytib o'tishim kerakki, aholini o'zi ham bugun shunaqa imkoniyat yaratildiki, nafaqat mana shunday katta bir o'sha quyosh, shamol va elektrostansiya, balki uylarda ham o'rnatishlari va bu orqali o'zlarini ehtiyojlari uchun elektr energiya ishlab chiqarishi, ehtiyojdan ortganini esa davlatga sotish imkoni ham yaratildi. Ya'ni bugun biz o'sha quyosh paneli o'rnatgan holda uyimizga o'rnatib, o'zimizni oshgan ehtiyojini o'sha bu ayni paytda misol uchun 1 kilovatni 600 so'mdan qabul qilib olayotgan bo'lsak, 1000 so'mdan sotish imkoni ham yaratildi. Bu o'z navbatida o'sha aholini qo'llab-quvvatlash, qolaversa o'sha quyosh panellarini ommalashtirish uchun mana shunday bir yangi aytaylik imkoniyatlar yaratildi. Shu bilan bir qatorda bugun bunga iste'molchilarimizni aytaylik qiziqishi ham ortdi. Ayni paytda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati bilan shartnoma tuzgan iste'molchilarimiz, ya'ni quyosh paneli o'rnatib sotgan iste'molchilarimiz deyarli aytaylik iste'molchilarimizni umumiy foizdan 10-15% gacha yetib qoldi. Bu juda katta ko'rsatkich. Ya'ni bugun nafaqat ular aytaylik o'zlari uchun ishlab chiqarishyapti, balki davlatimizga sotishyapti. Energiya tejamkorlik bugungi kunda eng katta ahamiyat kasb etayotgani, bu faqatgina tavsiya yo bo'lmasa tushuntirish ishlari olib borish bilan cheklanib qolmaydi. Chunki bu yerda yuqorida keltirib aytib o'tildi, davlat manfaatlariga yetkaziladigan zararlar, energiya resurslarini sarfi, bu shunchaki kichkina raqamlar emas. Shu bois O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga ham yangi o'zgartirishlar kiritildi. Mart oyida O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy va jinoyat kodekslariga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra, Ma'muriy kodeksning 100-moddasiga asosan endi kunning yorug' vaqtida chiroqlardan foydalanish yo bo'lmasa issiqlik energiyasida, energiya resurslaridan hujjatsizlarcha foydalanish uchun javobgarlik mavjud. Bu nimani anglatadi? Bu maishiy aholiga emas, ya'niki oddiy xonadon fuqarolarimizga emas. Bu tadbirkorlik subyektlariga nisbatan tatbiq etilgan. Ya'niki kunning yorug' vaqtida qaysidir avtobekatda ko'p guvoh bo'lamiz, ya'niki kunning yorug' vaqtida chiroqlar yoqib qolgan bo'ladi. Bu holatda o'sha mansabdor shaxsga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 20 baravar miqdorida jarima solinadi.
Va eng katta yangilik bu iste'molchilarni eslatib o'tmoqchi edik. Oldinlari bu javobgarlikka mas'uliyat cheklangan jamiyat va yirik iste'molchilar tortilgan bo'lsa, endi joriy yilning 13-iyunidan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari ham tortiladi. Va shu bilan birga bu nazorat tadbirlarini o'z energiya inspeksiya xodimlari amalga oshirilar edi. Endi mahalla profilaktika inspektori va favqulodda vaziyatlar vazirligi hududiy bo'linmalari xodimlari ham mazkur vakolatga ega bo'ldi. Va ogohlikka chaqiramiz, ya'niki o'sha kunning yorug' vaqtida yo bo'lmasa boshqa energiya resurslaridan oqilona, samarali foydalanishga. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Biz mana bugun o'sha elektr energiyasini, tabiiy resurslarni tejash madaniyati yetishmasligi haqida gapiryapmiz, lekin ba'zida insonlarda shu oddiy bir qanaqadir vijdonan yondashuv ham yetishmaydi-da, ya'ni kim bir-biridan o'g'irlash holatlari va mana shunday vaziyatlarda qanday yo'l tutiladi, qanday aniqlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak? Bu borada bitta raqam aytishimiz mumkin. Joriy yilni shu vaqtiga qadar 5 oy davomida davlat manfaatlariga energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish natijasida 325 milliard so'mlik energiya resurslari talon-toroj qilingan. Bu azalakam raqam emas. Shuning uchun tadbirkorlik subyektlari yo bo'lmasa boshqa iste'molchilardan energiya resurslaridan oqilona, to'g'ri foydalanishni tavsiya qilamiz. Energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish faqatgina jarima yo bo'lmasa yetkazilgan zararni qoplash bilan emas. Hozirgi kunda qonunchilik hujjatlariga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortiladi va unga ko'ra 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Elektr energiyasida bo'lgan talon-torojliklarni aniqlash uchun yaxshi savol berdingizki, elektr energiyasi hisoblashni avtomatlashtirilgan tizim o'rnatilgan bizda. Bu tizim orqali qayerda o'sha yo'qotishlar ko'p bo'lsa, xuddi shu aniqlanib, o'sha yerda tekshirish ishlari olib boriladi aholi o'rtasida va ayni paytda biz hududiy elektr tarmoqlarining xodimlari reyd tadbirlari bugun ham davom etyapti. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha qayerda yo'qotishlar bor, bu elektron tarzda, ya'ni raqamlashtirilgan tartibda ko'rib borilyapti va mana shu yerda o'sha tekshiruv tadbirlari olib borilyapti va jonli misol keltiraman, kuni kecha Sirdaryo viloyatida elektr energiyasini talon-toroj holati aniqlandi, ya'ni fermer xo'jaligi tomonidan o'sha elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzmasdan turib, ya'ni o'sha hisoblagichdan tashqari elektr energiyasidan foydalanish holati aniqlandi va umumiy hisob-kitob qilinganda 1 milliarddan ortiq mablag'ni davlat manfaatlariga talon-toroj qilingani aniqlandi va tegishli tartibda o'sha kerakli hujjatlar rasmiylashtirildi hamda tergov organlariga yuborildi. Bizda o'tgan yili o'sha raqamlashtirish siyosatini olib borish natijasida o'z energiya ilovasi ishga tushirildi va bu jamoatchilikka e'lon qilindi. Bu nimani beradi? Nazorat organlari yo bo'lmasa ta'minot korxonalari har bir iste'molchini kun davomida nazorat qilib borishga imkoni yo'q bu bo'yicha. Va bu jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida, ya'niki bu ilova orqali siz qaysidir joyda noqonuniy holatga guvoh bo'ldingizmi, rasmga, videoga olib ushbu ilova orqali yuborasiz. Bu keltirilgan video, rasm nazorat organlari tomonidan o'rganiladi. O'z tasdig'ini topgandan keyin mazkur video murojaat va qilingan iste'molchi shaxs nomlari sir saqlangan holatda mukofotlanadi. Bu nima uchun? Bu jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va energiya resurslarini oqilona foydalanish, ya'ni to'g'ri foydalanish natijasida tizimdagi muammolarni hal etishga qaratilgan asosiy harakatlardan biri. Bu ilovani qayerdan yuklab olishlari mumkin yurtdoshlarimiz? Bu ilovani Google Play'dan, Play Marketdan yo bo'lmasa App Store'da barchasida ilova bor. Energiya tejamkorlik haqida gap yuritilyapti. Bir narsaga e'tibor qaratish kerakki, energiya tejamkorlikni ta'minlash masalasida bugungi kunda nafaqat aholi, fuqarolar, tadbirkorlik subyektlari tomonidan, balki davlat idoralari va korxonalaridan ham juda katta mas'uliyat talab etilmoqda. Shu maqsadda prezidentimiz tomonidan davlat idoralarida, ishlab chiqarish korxonalarida tejamkorlikni ta'minlash bo'yicha bir qancha qonun hujjatlari qabul qilingan. Issiqlik elektr stansiyalar aksiyadorlik jamiyati korxonalarida tejamkorlikni ta'minlash masalasida 16 megavat quyosh elektr stansiyalari qurib foydalanishga topshirildi. Ya'ni o'zimiz gazdan yoki ko'mirdan
elektr energiyasi ishlab chiqaramiz, lekin o'z ehtiyojlarimizni qoplash uchun 16 megawatt quyosh fotoelektr stansiyalarini qurib foydalanishga topshirdik. Bu nima natija berdi? Masalan, 2026-yilning o'tgan 4 oyim tahlil qilinadigan bo'lsa, 3,1 million kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Bu nimani beradi? Oddiy misol sifatida 3,1 million kilovatt elektr energiyasi bu bir kunda 500 ming, 700 ming xonadonni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyatini beradi. Bu bilan o'z ehtiyojimizni bir tomondan qoplayapmiz va aholiga qo'shimcha sifatli va barqaror elektr energiyasi yetkazib berishni ta'minlayapmiz. Yana bir muhim ma'lumotni aytib o'tishimiz kerak. Shu yerda elektr energiyani ishlab chiqarishni tan narxi O'zbekistonda 1000 so'mdan oshadi, lekin hozir aholiga berilayotgan o'sha elektr energiya narxi mana 600 so'm, lekin 1-iyundan 650 so'mga indeksatsiya qilinadi. Ko'proq qismi, ya'ni 400 so'mgacha bo'lgan qismini baribir davlat subsidiya asosida to'lab boryapti. Agar shu biz tejamkor ishlatsak, davlatni ketkazayotgan mablag'larini boshqa sohalarga, ya'ni maktab, bog'chalarni qurish, yo'llarni qurish, boshqa sohalarga ketkazgan bo'linardi. Shu elektr energiyani subsidiyasiga ketkazayotgan mablag' deb aytib ketish bu ham joiz deb bilaman. Kichik qo'shimcha, maylimi? Biz hozir ko'rsatuvda iste'molchilarni bir yoqlama ayblab qo'ygan bu qolmaylik. Tejamkorlik qilmayapmiz, iste'mol madaniyatimiz past degan fikrni uyg'otib qo'ymaylik. Ancha yaxshi pozitiv o'zgarishlar bo'ldi o'tgan yillarda. Mana siz savol berdingiz, shu savolga ham shu javobida aytib o'tamiz. Birinchi erishgan yutug'imiz cho'lama lampalardan tamomila voz kechdik. 99,9% cho'lama lampalardan voz kechdik, yangi zamonaviy lampalarga o'tdik. Vaholanki 2015-yil Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 40 vattdan yuqori bo'lgan cho'lama lampalarni nafaqat ishlatish, sotish, hatto ishlab chiqarish ham O'zbekiston Respublikasida taqiqlangan. Endi keyingi bir yutug'imiz isitish mavsumida juda nostandart pechlardan ko'p foydalanardik. Mana shu g'ishtlarni o'yi valfaram bilan ko'rgansizlar, shunaqa pechlardan deyarli voz kechib, uni xavfli ekanligini, juda ko'p yong'inlarga sababchi bo'lganini xalqimiz o'zlari tushundi va moyli pechlardan yoki isitish tizimini to'g'ri ekspluatatsiya qilishga harakat boshlandi. Va quyosh panellariga o'rnatayotganimiz, mana yuqorida juda yaxshi fikrlar bo'ldi. Tashkilotlari ham mana shu namuna bo'lish sifatida o'zlari energetika tashkiloti bo'la turib, mana shu prezidentimiz aytgandek namuna bo'laylik degan ma'noda biz O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari ham o'zini 30 ta obyektiga avvalo 590 kilovat, keyin 1000 kilovatdan ziyod quyosh panellarini o'rnatib, eng muhim jihati quyosh suv kollektorlarini, suv isitish kollektorlarini o'rnatib, issiq suvdan bemalol foydalanib, ma'muriy binolarimizdagi 35-40% elektr energiyasini o'zimiz ishlab chiqargan yashil energiya hisobiga ishlatyapmiz. Bu misol keltirdim. Bu o'quv muassasalari, ijtimoiy soha obyektlari hamma joyda hozir tomlarda ko'rasizlar quyosh panellari. Faqat bularni to'g'ri ekspluatatsiya qilib, yaxshi foydalanishni o'rganib olishimiz kerak. Yana bir yutug'imiz gaz yo'nalishida eski garelkalardan tamomila voz kechishga ulguryapmiz. Bitta ikkita joylarda qolmagan bo'lsa, o'sha havo bilan gaz aralashmasini to'yintirib, yaxshi yonadigan, foydali ish koeffitsiyentini yuqori qiladigan garelkalarga deyarli o'tdik, qozonlarni almashtiryapmiz. Bu xalqimizni, mamlakatimizni mana shu olib borilayotgan siyosatni bir yutug'i. Yana bir yutug'iga kelyapmiz. Mana bu ham yangilik bo'lmay qoldi. Elektromobillarga o'tish jarayoni bo'lyapti. Mana yashil energiyamiz salmog'i yuqorida aytilgandek 70 ga 30%, prezidentimiz 2030-yilgacha uning salmog'ini 54% gacha chiqarishga marra qo'yib berganlar energetikligi. O'shanga erishganimiz sari biz neft va gaz mahsulotlarini yoqib harakatlanadigan avtomobillardan qisman voz kechib yoki ularni rivojlantirmasdan elektromobillarni rivojlantirib boramiz.
Isrofgarchilik resurslar kamayib borayotgan sharoitda tizimga berilayotgan zarbadir va bugungi tejamkorlik bu uydagi qulaylikdan voz kechish emas, balki texnikadan oqilona va texnologik yondashuv bilan foydalanish demakdir. Aholi vakillari hatto maishiy darajada bo'la turib ulkan hajmlardagi energiya tejamkorlikka yordam berishi, birgina oddiy xonadonda elektrdan to'g'ri foydalanish orqali mamlakat miqyosidagi elektr samaradorlikka hissa qo'shish mumkin. Kuzatib borayotganingiz O'zimizda tok shousi edi. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.